Dünya qalar yomon dalam, yaxshi dalam. Dünya qalar shoir dalam, naqshi dalam. Dünya qalar yomon dalam, yaxshi dalam. Dünya qalar shoir dalam, naqshi dalam. Dünya qalar sizden, bizden, hammamizden. Donolarning so'zi borki, dünya bir kam. Dünya qalar sizden, bizden, hammamizden. Donolarning so'zi borki, dünya bir kam. Her saniye ötken umring ganimet bir. Dünya qalar şahladınım, yedim. Her saniye ötken umring ganimet bir. Dünya qalar şahladınım, yedim. Dünya uchun yaralmagan, dünya qalar joyildanim, donodanim. Donolarning so'zi borki, dünya bir kam. Dünya faqat dünya uchun yaralmagan, dünya qalar joyildanim, donodanim. Donolarning so'zi borki, dünya bir kam. İskender'den kavrumdanım. Donolarning so'zi borki, dünya bir kam. Dünya qalbi Hatem Toydan kavrumdanım. Dünya qalbi İskender'den kavrumdanım. Donolarning so'zi borki, dünya bir kam.
kızın dünya kadar ağrımanlı mamalardan danalarning sözü var ki dünya bir kem dünya kaldı ateşanı kamıldanım dünya kaldı cırıkanım memurdanım danalarning sözü var ki dünya bir kem dünya kadar azizlerim hammamizden dünya kadar azizlerim hammamizden Qur'onlar, sharaf siravandimizdan hosil bo'lgan savob samonadi qadim o'tgan payg'ambarlarimiz xususan payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam o'zlari ahli xonadonlariga, sohib ikromlarga, do'st shohriyorlarga, shu qatorda shu makonimizdan o'tib ketgan barcha o'tgan marhumalar ruhoqlari baxshida qil joylarini jannatda qilsin, oxiratlar obod qilsin. Rabbana atina fid dunya hasanatan va oxirati hasanatan va qina azoban sallallohu taala xayr qilsin. Muhammadin va alihi Allah. Xotira bor ekan, tirikdir millat. Tirikdir iftixor, tirikdir g'urur. Xotira elni xalq etguvchi qudrat. Xotira ertani yoritguvchi nur. Hatto Maysaning ham xotirasi bor. Maysa xotirasi nurga intilmoq, ko'karsa ikkiga bo'lib tashlaydi. Yo'lini ustida tursa hatto tog'. To quyosh osmonda porlab turarkan, osmonday mangusan ey ona xalqim. Har bir fojiaga, har bir sharafga baho bermoqqa ham yolg'iz sen haqli. Assalomu alaykum aziz ustozlar, qadrli hamkasblar, muhtaram tadbirimiz mehmonlari. Barchangiz bugungi xotira kechasi hamda marhum taniqli san'atkor, xushovoz xonanda Xosiyat Dillayevning hayot yo'li va ijodiga bag'ishlangan badiiy musiqali kechaga xush kelibsizlar. Biz bugun ana shunday aziz ustozlarimiz Nuriddin Murodov, Sayyid Muhammadiyev, Ali Nurov, Isomiddin Karomov, O'zbekiston xalq artisti Rustam Madiyev, uzoq yillar madaniyat sohasida rahbarlik qilgan Sayyid Nabi Saidov, Jo'raxon Sharipov, Po'lat Hamidov, Nasim Samadov, Qanoat Sayfiyev, Husan Sharipov, Ulash Axatov, Ramazon To'xtayev, Nuriddin Boqiyev, Nikolay Maksimovich, Nizom Bo'riyev, Eshtemir Saidov, Zayniddin Fatullayev, Akbar Bo'riyev, Sayyora Rahimova, Ibodat Ahmedova, Shohsanam Eshonqulova, Ra'no Rustamova, Sharofat Yo'ldosheva, Sayyora Yo'ldosheva, Mehriniso Ergasheva, Karomat Xorjobova kabi ustozlarimizni xotirasini yodga olamiz. Hamda ustoz san'atkor Xosiyat Dillayevning bosib o'tgan hayot yo'liga va ijodiga nazar tashlaymiz. Hozir tadbirni ochib berish uchun so'z Kasbi tuman hokim o'rinbosari Bekzod Eshonqulovga. Marhamat. Assalomu alaykum hurmatli mehmonlar, aziz tadbir ishtirokchilari. Mana bugun 9-may xotira va qadrlash kuni bayram munosabati bilan yig'ilib turibmiz. Mana yuqorida aytilgandek, o'tgan ustozlarimizni eslaymiz va hozirda birga ijod qilayotgan mana shu madaniyat xodimlarimizni ham borlariga, qadrlariga yetishimiz kerak albatta. Ularni yo'llarini olib borishyapti, ularni ijodlarini qilib kelishyapti. Mana hozir eslab turibmiz. O'sha yoshlik davrimizdan tumanni olis chekka qishloqlarda o'tadigan har bir tadbirlarda mana shu Xosiyat Dillayev, Alijon Nurov kabi ustozlarimiz shularsiz o'tmagan har bir bayramlar, to'ylar. Mana hozir bularni shogirdlari shularni ijodlarini, izlarini davom ettirishyapti. Albatta shu ijodkorlarga, san'atkorlarga ishlariga muvaffaqiyat tilaymiz. Bugungi bayram bilan hammani samimiy muborakbod etamiz. O'zimiz nomidan,
tuman hokimi hurmatli To'xtamurod Miliyev nomlaridan ushbu ayyom bilan tabriklayman va tadbirni ochiq deb e'lon qilaman. Rahmat. Tabrik uchun so'z Qashqadaryo viloyat Madaniyat boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Qahramon Mo'minovga. Avvalo assalomu alaykum. Mana shunaqa ulug' dargohda, ulug' koshonada yig'ilib turgan aziz mehmonlar, san'at ahli, ustozlar, murabbiylar, bugun mana 9-may xotira va qadrlash kunida bir qancha ustozlarni qadrlab, bir qancha ustozlarni yodga olib, ularni bosgan izlarini, sarhisobini bosgan izlarini mana bu bizga o'xshagan yoshlarga va biz bilmaydigan yo biz ko'rmagan, biz eshitmagan gaplarni eshitish uchun ham men o'zim ham shaxsan yetib keldimki, chunki bu madaniyat markazidan, bu binodan ustozlar juda ko'p o'tgan. Juda ko'p ustozlar o'tgan, ulug' ustozlar o'tgan. Mana shu ustozlarning yo'llarini bizga o'xshagan izdoshlariga ham berishini nasib qilsin. Ulug' sahnalarga chiqishlikni nasib ro'za aylasin. Ayniqsa Xosiyat Dillayev ustozimizni bugungi kunda ijodlarini qadrlab, qimmatlab madaniyat bo'limi hamda farzandlari tomonidan bugun qadrlanib, esga olinyapti, yodga olinyapti. Bu juda katta baxt. Farzandlarni o'sha yo'lni davom ettirganligi ham o'sha ustozni to'g'ri yo'lda ustozi farzandlarga bergan o'sha bilimlari, saboqlarining davomchisi deb bilamiz. Muhtaram prezidentimizni madaniyat va san'atga qaratayotgan e'tiborlari bugungi kunda muhtaram prezidentimizni alohida mana shu madaniyat va san'at xodimlariga qaratayotgan e'tiborlari bu ham bitta bizani baxtimiz, bu ham bitta madaniyat va san'at xodimlarini yutuqlaridan biri deb bilaman. Chunki hozir har bitta yig'ilish bormi yoki qayerdagi bo'ladigan tadbir bormi, nima bo'lishidan qat'iy nazar muhtaram prezidentimiz madaniyat deb gapiryaptilar. Chunki agar yurtda, vatanda madaniyat rivojlanmas ekan, yurt rivojlanmas ekan. Shuning uchun ham madaniyat va san'at xodimlari bu juda faxrli va juda mashaqqatli kasbni tanlaganliklari bilan sizlarni ham tabriklayman va bugun yodga olinadigan, esga olinadigan ustozlarimizni oxiratlari obod bo'lsin. Bayraminglar, yaxshi kuninglar muborak bo'lsin. Rahmat. Hozir men so'zni bir insonga bermoqchiman. U inson Xostaka rahmatli bilan uzoq yillar birga ishlagan. Qolaversa, uni she'rlarini Xostaka anchagina qo'shiq qilgan she'rlari bor. Taniqli shoir, hamkasbimiz, rejissyor Haydar Nafasovga so'z bermoqchiman. Haydar Xostaka o'tganlardan keyin shunday bir chiroyli she'r yozgan. Hozir uni shogirdlari To'raxon Madiyev musiqa bastalagan o'sha she'riga. Haydarda so'zidan keyin To'raxon Madiyev ijrosida o'sha qo'shiqni tinglaymiz. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli davra ishtirokchilari. Avvalambor fursatdan foydalanib hammalaringizni bugun o'tkaziladigan mana shu xotira va qadrlash kechasida hammangizni mana shu bayram bilan chin yurakdan tabriklayman. Hammangizga sog'lik, salomatlik, osoyishtalik tilayman. Dar haqiqat inson o'zini xotirasi bilan, o'zini qadri bilan bu hayotda bor ekan, o'zini o'rnini topa olar ekan. Albatta bu insonlarni bir-biriga bog'lovchi uzilmas bir rishta hisoblanadi. Mehr oqibat mana shulardan boshlanadi. Xostaka mana ko'p she'rlarimni qo'shiq qilganlar. Xostaka vafot etganlaridan keyin rayonda kimdir bitta odam yetishmaydigani bo'lib tuyulaveradi manga-da. Boshqa odamlarni bilmayman, lekin shu kishi o'tganlaridan keyin kimdir kamda ko'chalarda ham, yo'llarda ham bir odam kamda bir narsalar qilish kerak, bir narsalar yozish kerakmi dedimda, keyin gazetaga bir san'atni suygan dil ezgulikka
intilardi degan bir maqola yozgan edim. Unda shunday deyiladi-da. Xostaka to'g'risida aytadigan bo'lsak, bugungi kunda ko'zi bilan agar nazar soladigan bo'lsak, Xostaka umuman pulni yaxshi ko'rmagan odam edi. Ablahga intilmagan, bunaqa hoya-havaslarga intilmaydigan odam edi. Juda bosiq o'zini tutib olgan, topib olgan odam edi. O'zini o'zligini yo'qotmaydigan odam edi. Bir prinsipial odam edi-da. Bir kun erta bilan turib, hovlini aylanib, gullarni tomosha qilib, gulga qiziqardi odam. Bahorda yaxshi ko'rardi odam. Hovlisida aylanib gullarni qarab yursalar, darvoza saqlab qoldi. Chiqsalar bir rayonda eng bir ko'zga ko'ringan boyvachchalardan bittasi kelib, "Assalomu alaykum, Xostaka yaxshimisiz?" "Ha, yaxshiman, rahmat. Men sizni to'yga aytgani keldim. Zo'r bo'ladi. Siz aytganingizdan, siz aytaman deb turganingizdan ham ziyodroq qilib beramiz. To'yga borishingiz kerak bo'lyapti shu bugun oqshomga" deb qoldi-da. Keyin Xostaka uzr, lekin shuni sal oldinroq nima qilmabsiz-da, men rejalarim bor. Men bittasiga va'da berib qo'yganman. O'shanga borishim kerak bugun. Men bu odamga va'damni berib qo'yganni uni qayta olmayman men dedi. "Ya, unday demang. Aytyapmiz-ku sizga, u yoqdan ko'nglingiz to'q bo'lsin. Men 2 hissa qildirib beraman kerak bo'lsa. Men o'rtaga tushib kelyapman. Men sizga balishchik odamman men." "Yo'q, men uzr, men bora olmayman. Men va'da qilgan joyim bor, o'sha yerga boraman" dedi. Va'da qilgan joyi qayerda? Va'da qilgan joyi bir 3 oydan beri, 5 oydan beri, 6 oydan beri to'shakka mixlanib yotgan zo'r bir shifokor inson Ahmad Jabborov edi. O'sha kishini ko'ngillarini olish uchun, o'sha kishini bir ezilib yotmasin shu odam bir bu yoniga borib bir ikkita qo'shiq bilan bir xursand qilaylik deb o'g'illariga ham aytib qo'ygan edi. "Xurshid, sen tayyorgarligingni ko'rib qo'ygin, nima o'qishdan kelsa unga ham aytgin, u ham joyga ketib qolmasin, birgalashib o'sha kishiga boramiz" degan gapni qilgan edi. Xalq artisti edi. Men shunday deb aytaman. Garchi ko'p zo'r insonlar, san'atkorlar oramizdan o'tib ketishdi. O'sha vaqtda endi siyosat sababmi, boshqa narsa sababmi, e'tiborsizligidanmi shularga shunaqa unvonlar nasib qilmadi, olisholmadi. Lekin meni nazarimda, men o'zimga o'zim shunday deyman, Xostaka nafaqat xizmat ko'rsatgan, xalq artisti edilar, san'atkor edilar u kishi. U kishining oxiratlari obod bo'lsin. U kishini ijod yo'llarini, umrlarini davomlarini hammasini farzandlariga bergan bo'lsin. Lekin faxrlanib, xursand bo'lib yuribdilar u kishi. Chunki hamma farzandlari san'atkor, ota izidan borishyapti ular, yutuqlari bor, hokazo. Hamma ota ham mana shu Xostakaday bo'lsa. Bahor bog'larimga yashillik to'shar, qizg'aldoqni ko'rsam yuragim jo'shar, ko'ngil shunday kezda kuy qo'shiq istar, sog'indi bu ko'ngil xonishlaringni, gulgun davralarda yonishlaringni, yomg'ir irmoqlarni dalaga boshlar, bahorni olqishlar, keksayu yoshlar, bir armon ushbu dam yurakni g'ashlar, sog'indi bu ko'ngil xonishlaringni, qo'shiqla dilga ishq yoqishlaringni, sayrar edi mayin qo'lingda sozing, goho jo'shqin goho mahzun ovozing, nolalarda edi yashirin rozing, sog'indi bu ko'ngil xonishlaringni, yaxshilik yo'lida yonishlaringni, qancha bemor dilga bo'lganding malham, do'stu yorga sodiq, sirdosh va mahram, vafo sadoqatda sobit va mahkam, sog'indi bu ko'ngil xonishlaringni, samimiy suhbating, kulishlaringni. Nahot endi yo'qsan, yetmagay sabot, nahot rasming endi sendan xotirot, eslatadi seni firuz munojot, sog'indi bu ko'ngil xonishlaringni, dillarga orom baxsh etishlaringni, san'atni suygan dil ezgulik quchar, ohanglar ruhingni erkalab uchar, o'chmas noming tildan
tillariga ko'char sog'indi bu ko'ngil xonishlaringni qo'shiq bo'lib dilda yonishlaringni sozing qolib ketmas chetda albatta yangrar bugun shuhrat xurshid furqatda xosiyat qulnoming o'chmas hayotda sog'indi bu ko'ngil xonishlaringni mehrli ma'noli boqishlaringni hammani xonadoniga yaxshi kun yaxshi kayfiyat tilayman hammani ishlariga rivoj tilayman mana shunday biz xotirlab tursak qadrlasak bir-birimizni o'rnimizni topsak bir-birimizga mehr muhabbatimiz ortadi salomat bo'linglar inson bilan tirikdir inson muhabbatda hayotning boshi odamlarga baxsh etadi jon odamlarning mehr quyoshi assalomu alaykum bugun 9-may xotira va qadrlash kuni bayrami arafasida Kasbi tuman madaniyat xodimlari san'atkorlari yig'ilishib mana shu yerda marhum san'atkor butun o'zining ijodiy faoliyati bilan hammamizga o'rnak bo'lib o'tgan Xosiyatqul aka Dillayevni xotirlab eslab turibmiz va u kishi bilan bir qatorda xizmat qilgan o'tgan marhum san'atkorlarni og'ay do'stlarimizni birodarlarimizni eslab turibmiz juda ham bir yaxshi narsa bu xotira insonni inson ekanligini o'ziga eslatib turadigan o'zligini yo'qotmaslikka boshlab turadigan ajoyib bir ne'mat Allohning bir buyuk ne'mati hisoblanadi xotira ana shu xotira yo'qolmasligi kerak el uchun yurt uchun xizmat qiladigan xizmat qilgan insonlarni qadriga avvalambor tiriklik chog'ida qadriga yetishimiz kerak mana shu ma'noda muhtaram prezidentimiz olib boradigan juda katta mana shunday xayrli ishlar atrofida biz sezib turibmiz bilib turibmiz va shunda qatnashib turibmiz men ayniqsa yoshlarimizga mana shu xotira va qadrlash kunlari bayramlari tadbirlari juda ham kerak juda ham bir tarbiyaviy ahamiyatga ega hisoblanadi mana shu ma'noda men butun yurtimizdagi ana shunday ajoyib insonlarni shunday bir xizmat ko'rsatgan insonlarni xalqim deb elim deb yurtim deb yashayotgan insonlarni qadriga yetishlikka chaqiraman hammani o'tganlarni hammasini oxiratlarini obod qilsin Alloh qolganlarga hammasiga kuch quvvat bersin umr bersin yurtimiz tinchligi ozodlik farovonligi uchun mehnat qilaveramiz Bahor bog'larimga yashillik tushanar qizg'aldoqni ko'rsam yuragim jo'shar bahor bog'larimga yashillik tushanar qizg'aldoqni ko'rsam yuragim jo'shar ko'ngil shunday kizda kuy qo'shiq istanar sog'indi bu ko'ngil xonishlaringni gulgun davralarda yonishlaringni sog'indi bu ko'ngil xonishlaringni sehrli ma'noli kulishlaringni sayrar yedim ayin
sehrli sozing Gaho mahzun gaho coşkun ovozing sayrar edi qurda sehrli sozing Gaho coşkun gaho mayin ovozing Nağlarda edi yaşirin rozing Sağındı bu köngül xoni ishlaringni Gülgün davralarda kulishlaringni Sağındı bu köngül xoni ishlaringni Sehrli manoli kulishlaringni Sanatni sevgandin izgulik istar Ohanglari ruhing irkalab kuchar Sanatni sevganin izgulik bukar Ohanglari ruhing irkalab kuchar Uçmaz naming tildan tillarga ko'char Sog'indi bu ko'ngil xoni ishlaringni Gülgün davralarda yoni ishlaringni Sog'indi bu ko'ngil xoni ishlaringni Sehrli manoli kulishlaringni Sazing qolib ketmas chetdan albatta Yayrar bugun shuhrat Xurshid furqatdan Sazing qolib ketmas Xurshid furqatdan Yayrar bugun Xurshid shuhrat furqatdan Xosiyat qul noming
uçmaz albatta. Sog'indi bu ko'ngil xon ishlaringni, vafoli ma'noli kun ishlaringni. Ustoz degan noming uçmaz albatta. Sog'indi bir ko'ngil xon ishlaringni, sehrli ma'noli kun ishlaringni, sehrli ma'noli boqishlaringni. Rahmat, sog' bo'ling. Ustoz san'atkor, xushavoz xonanda, mumtoz ashulalarning mohir ijrochisi Xosiyat Tillayev 1953-yil 25-oktyabrda Kasbi tumani, avvalgi Ulyanov tumanining Qamashi qishlog'ida oddiy dehqon Fayziyev Dillobobo oilasida dunyoga kelgan. 1960-yilda Qamashi qishlog'idagi Alisher Navoiy nomli o'rta maktabda o'qishga borib, 1970-yilda tamomlagan. 1970-yilda Toshkent davlat pedagogika institutining musiqa pedagogika fakultetiga o'qishga kirib, 1974-yilda tugatgan. 1974-yil avgust oyidan 1975-yil fevral oyigacha Qamashi qishlog'idagi Alisher Navoiy nomli o'rta maktabda musiqa o'qituvchisi bo'lib ishlagan. 1975-yil fevral oyidan 76-yil iyul oyiga qadar Kasbi tumanidagi bolalar musiqa maktabida rubob va fortepianodan dars bergan. 1976-yil iyul oyidan Kasbi tumani madaniyat uyida badiiy rahbar vazifasida ishlagan va bevosita Gulshan badiiy havaskorlik ansambliga rahbarlik qilgan. 1977-yildan to 86-yilgacha tuman madaniyat uyiga direktor lavozimida ishlagan. 1986-yildan 1997-yilga qadar bolalar musiqa maktabida o'qituvchi, 1997-yildan 2003-yilga qadar bolalar musiqa maktabi direktori lavozimida ishlagan. 2003-yildan 2012-yil umrining oxirigacha tuman madaniyat uyida badiiy rahbar bo'lib ishlagan. Xosiyat Tillayev yoshligidan san'atga ko'ngil qo'yib, ustozlarga havas qilib, Komiljon Otaniyozov, Ortiq Otajonov, Orifxon Xatamov kabi ustozlar ijodidan qo'shiqlar kuylagan. Hayoti davomida bir qancha shoirlar bilan birga faoliyat ko'rsatib, ularning she'rlariga kuylar bastalagan. Jumladan Pari qiz, Navruz muborak, Kalla haqidagi rivoyat, Yog'ochning xosiyati, Sanamning, Farzandga nasihat, O'g'lim, Ulug'bek bobom, Paxtakorim, hech kimsa bolam deb faryod qilmasin, odam sanalmas, otajonim, izlab topolmaysiz keyin kabi 100 dan ortiq mualliflik qo'shiqlari yaratgan.
Osiyat Tillayev faoliyati davomida 100 dan ortiq yoshlarga ustozlik qilib, san'at sirlarini o'rgatib, ularni katta hayotga qadam qo'yishda ko'makchi bo'lgan. Shogirdlari Jo'raxon Sharipov, Ulug'bek Rahimov, Samadillo Sultonov, To'raxon Madiyev, Sherzod Jabborov, Shavkat Jo'rayev, Alisher Azimov, Bahrom Fayziyev, Barot Beknazarov, Do'stlik ordeni va madaniyat va san'at fidokori ko'krak nishoni sohibi Ismoil Toshev, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi Jabbor Toshevlar shular jumlasidandir. Ustozimiz nafaqat qo'shiq aytardi. Unda nutq madaniyati juda kuchli edi. Aktyorlik, auditoriyani jalb qila olish qobiliyatiga ega edi. Ayniqsa, u gavdalantirgan Alisher Navoiy, Amir Temur, Fayzulla Xo'jayev timsollari xalqimiz qalbidan chuqur o'rin olgan. Xalqimiz san'at ahli, ustoz san'atkor Osiyat Tillayevni yorqin xotirasini hech qachon unutmaydi. Hammamizga taniqli O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi, taniqli rejissyor, taniqli aktyor. Hammamiz bilamiz, hozir mana televideniya ekranlarida birorta serial yo'q, mana Jabbor akam qatnashmagan bo'lsalar. Men juda faxrlanaman, bizlar uchun Jabbor akam mana shu markazga birinchi qadamlarini mana shu joyga qo'yganlar. Hozir shu kishiga so'z beramiz. Marhamat. Avvalambor assalomu alaykum. Ana akam, ustozim, hozir ham kuni bilan tilimdan, dilimdan tushmaydigan ajoyib inson. Osiyat akamni xotirlab va yuqorida mana Saraxon hammalarini nomma-nom eslab o'tdi. Barcha ustozlarimizni endi men boshdan qaytarishim shart emas. Men avvalambor mana shu Turdimurodga, qolaversa mana shu tuman rahbariyatiga sodiq, aqlli, farosatli qilib tarbiyalangan Osiyat akamni farzandlariga boshim yerga yetguncha ta'zim qilaman. Men istardim bugungi eslanadigan har bitta san'atkorni faqat yaxshilik bilan, xursandchilik bilan eslasak, lekin meni sal yuragim bo'shroq, qalbim to'lib, shu yig'iga moyilligim bor menimcha. Buning uchun sizlardan uzr so'rayman. Bitta Osiyat akamni hayotlarini oladigan bo'lsak, men hozir eshitib ko'rib turib, bu odam to'g'risida bitta kitob yozishimiz kerak. Xudo xohlasa. Sababi bu odamning hayoti juda ko'plarga ibrat bo'lishi kerak. Men shu yerga kirib kelganimdan ishonasizlarmi, yo'qmi? Bir boshqacha ifor tuydim. Men o'yladimki, mana to'rda turgan gullar hoynahoy tabiiy gullar bo'lsa kerak deb o'ylasam, sun'iy gullar bo'lsa-da odamning dilini, bahrini shu darajada ochib, o'sha o'tib ketgan ustozlarimizni sepgan adikalonlari, duxiylarini hidi shunday burnimga urdi. Mana shu yerda o'tirgan har bir inson to'ylarga borsa,
tuzuklarga borsa boradigan san'atkorlarni bu qanaqangi duxiy sepgan ekan. Yoniga borib bir kostyumini ushlab ko'rgisi, yoniga borib uni bilan bir rasmga tushgisi, uni bilan bir suhbat qurgisi keladi. Men hozir qo'limni ko'ksimga qo'yib, mana hozir Haydar akam shoir va mana shu yerda o'tirgan ustoz san'atkorlar, Xost akam do'stlariga xuddi shu gapni aytmoqchiman. Qolaversa, hoji onamiz Barno yangamga bormisizlar do'stlarim, omonmisizlar? Bor bo'linglar. Har doim omon bo'linglar. Oramizdan xato bo'lmasin. Endi Xosat akam to'g'rilarda mana hozir juda chiroyli gaplarda aytdilar. Haqiqatdan bu inson bir joyga va'da bersa, hech qachon u paytlarda mana hozirgiga o'xshab birrov degan narsa yo'q edi. Hozir va'da bermaydi san'atkorlar. Bir nechta to'ylarga kirib chiqaveradi. Yo'q, u paytda bunaqangi narsa yo'q edi. Bitta to'yga kirilardi va bitta to'yda xizmat qilinardi. Xosat akam bir umr men kasalman deb o'tdilar. Shamollash juda tez yuqardi akamga. Aka, kasalni o'ziga chaqirasiz desam, yo'q, men kasalmasam bilmaysan derdilar. Lekin kasal hollari bilan to'ylarda 7-8 soatlab to'xtamasdan ashula aytardilar. Bu har kimga ham emas. Endi Xosat akamning hayotlari boyiga aytganimdek, men sal ko'proq gapirsam meni kechiringlar. Sababi Xosat akamning manchalik farzandlari ham bilmaydi. Endi eng ko'p oldlarida men yurganman. U kishining hayotlari haqiqiy tarix bo'lganda ham juda bir Alisher Navoiylar yozganchalik sevgi tarixlari bilan, mehr tarixlari bilan boy. Yangajon bir o'rningizdan turing. Barno yangam. O'z nomlari bilan Barno. Xosat akam jonlarini garovga qo'yib yangamni olib qochib kelganlar Surxondaryodan. Buni tarixini men bilaman. Endi o'tiring yangajon, rahmat. Hozir mana meni qo'limga tor ushlatgan dedilar. Men uylarga borardim, bir rubobni qo'limga bersalar, Andijon polkani chalib tursam, yangam u paytlarda xat kelardi. Bir yaxshi voqealarni ham eslaylik. Bir-birovga xat yozish bo'lardi. Hozir yigit qizlarning orasida unaqangi haligi xat yozish degan narsa, unaqangi sevgi yo'q. Surxondaryodan xat kelardi, yangam xat yozardilar. Butun sevgi to'la xatlar. Jonim, ko'zim, asalim, novatim, qantim degan so'zlar endi shu darajada bir haligi yangrab yozilardiki, agar mabodo o'sha xatlardan birontasi yomon keladigan bo'lsa, jabrini biz ko'rardik. Qo'llarida bir sochiqni durra qilib olib, burchakka qaratib qo'yib, durra bilan urardilar. Xat yangamdan kelgan yomon xat. Lekin kaltagini biz yerdik. Men yerdim. Bahrom yerdi Fayziyev. Bu bir tarix. Yana bir tarixni eslashda o'zimga joiz bildim. Men televideniyada bilasizlar, uzoq yil bosh rejissyor sifatida faoliyat ko'rsatganman. Ozod Davron davrlarida viloyat g'alla planni bajardi. Xosat akam shu darajada bir kamtarin, kamsuqum, bir mehrga boy. U odamni men ta'rifini til bilan aytib bo'lmaydi do'stlarim. Xosat aka, men o'zimni mayli mansabimdan, ishimdan foydalanib mana shu bugun g'alla plani bajarilgan televizorga konsert yozishim kerak. Shunga keling deb telefon qildim. Telefon qilsam bormayman dedilar birdaniga. Nimaga desam, do'ppim eski dedilar. Endi shunaqangi bir tonlari bor. Do'ppim eski mana. Atrofida shunday hali sho'roqlab yotibdi. Bormayman dedilar. Xosat aka, yangi do'pp olib qo'yman. Bormayman dedilar yana. Nimaga kelmaysiz? Konsertga chiqadigan kostyum-shimim yo'q. Kostyum-shim olib qo'yman. Birdaniga davom etdim. Ko'ylak olib qo'yman. Oyog'ingizga yangi tuplab qo'yman. Hamma narsani tayyorlaganman. Iltimos, keling. Bitta qo'shiq aytib keting, shu muhrlansin televideniyaga. Yo'q dedilar. Bormadilar. Men yana bir ustoz san'atkorga jahl usti o'sha kunni o'zi shu kostyum-shimni muborakli bir ustozimizga
Hamma narsani shunday taqdim qildim. Mani nomimdan emas, xostakam nomlaridan. Mani taklifim bilan emas, xostakam takliflar bilan bugun televizorga chiqyapsiz deb o'sha odamni xostakam o'nlariga chaqirib televizorga chiqardim. Mana bu yerda xostakam shogirdlari va viloyatimizda buyuk insonlari, buyuklikka daxldor bo'lgan insonlar o'tirishibdi. Mana yuqorida o'sha madaniyat sohasida ishlagan mani ustozim, bu kishi ham Rustam Madiyev to'g'rilarida gap bo'ldi. Isomiddin Karomov, mana shular bilan bir davrda Nurdin akam, Po'lat akam, Said akam, Safarov degan bizning rahbarimiz bo'lganlar. Yana bitta bir voqea, Safarov davrlarida men o'qishdan yiqilib keldim. Kirolmadim birinchi yil. Mani bir oy uyimda bir devor qo'shnim, mani taniganlar, bilganlar bilsa biladi. Mani kelganim, uyga kelganimni bilishmadi. Hatto shu darajada oriyat kuchli ekan, o'sha paytda haligi o'qishga mehri boshqacha ekan. Bir oydan keyin qo'limdan yetaklab, xostakam olib kelib, madaniyat bo'limida 36 ta rayon bibliotekasiga zavedish biblioteka qilib mani zavedish qilib ishga qo'ydilar. Xullas kalon voqealar juda ko'p, lekin bir yil davomida haligi ishladim. Bir yil davomida endi juda katta yutuqlarga erishdik. Sidqi dildan ishladim. Qancha so'kishlar eshitdim viloyat rahbarlaridan, qancha haligi bas deguncha gaplar eshitdim, lekin biblioteka degan narsani hozir ham bibliotechni fakultetda bitirgan odam manchalik bibliotekani bilmaydi. Shu darajada chuqur o'rgandim. Lekin o'sha Safarov davrida nima bo'ldi-yu? Sergey Rajabov raykom sekretari bibliotekaga rus tilini o'rganish bo'yicha konferensiya bo'ldida biblioteka yonib ketdi. Madaniyat uyi yonib ketdi o'shanda. Mana hozirgi keyin ZAKS bo'luvdi, hozir oldi yopib qo'yilgan o'sha bino. Borguncha hali markazga kirguncha o'ng qo'l tomonda hozir nima bino ekan, men bilmayman o'sha binoni. Yonib ketdi. Meni hech esimdan chiqmaydi bugunlik kunda o'sha insonlarni ham eslashimiz kerak. Safarovni, masalan deylik, Namoz O'rinovni, Sergey Rajab kelib bitta derazalarni reshotkasini sug'urib olib, klubni stollarigacha tashladilar. Alaka to'g'risida ham bitta narsa aytib beray. Alakam rahmatlik bir juda sho'x odam edilar. Bilsanglar, o'sha sho'xliklar to'g'risida bugun gapiraylik, kulib eslaylik, o'sha arvohlar shod bo'lsin. Bizning qishloqdan o'zi asli kelib chiqishlari, mana qishloq bilan nimani orasi, rayonning orasi juda yaqin. Alakam guring beradilar, bizda deydilar rayonga bir sirk keldi deydilar. Sirk keldi-yu, o'sha men deydilar, otam magazinchi bo'lgan, magazinda Belamor kanal, shunaqangi sigaretlar bo'ladi, otamdan yashirincha olib chakamanda, shunaqangi darajada ozg'inmanki deydilar, endi ko'rgan odam tanamdan chiqib turgan suyaklargacha bilinib yotadi deydilar. Shu sigaretni tashlab, men o'sha sirkni afishasini uyimga olib kelib, sirkni mashqlarini qilib, haligi kuchga emmoqchi bo'ldim deydilarda, shu borib shu sirkni afishasini ola olmadim deydilar. Ha, xullas kalon kelgan yaxshisi mana shu qamashi bilan nimani orasiga, kasbini orasiga shu yugurib kelaydi, shu shug'ullanay deb deydilar. Bir kun ertalab shu bitta turistikni kiydim deydilar. Shuni bilan chopib ketdim qamashiga deydilar. Ozg'in tasavvur qilaylik, endi ziyonga o'xshagan odam qamashigacha chopib bordim deydilar. Qamashin Bedapoya degan joyi bor hozir. O'sha Bedapoyada deydilar, bedeykilarda. Shu deydilar, mendan 2-3 ta haligi bizning hovlimizdan 2-3 ta hovli narida turgan bir chol eshakni minib o'sha Bedapoyaga bedog'irlikqa borgan ekan deydilar. Men shu chopib bordim-da deydilar, qarasam o'sha buva deydilar, bedani deydilar, haligi urib xurjunga joylab yotdi deydilar. Shu buvani atrofidan shu yugurganimcha deydilar, 3 aylandim deydilar. Buva meni ko'rdi deydilar. Ertalab tong sahar qorong'i top buva tamom bo'lib qoldi deydilar. Shu eshakni ham tashladi, o'roqni ham tashladi, bedani ham tashladi deydilar. Yugurdi rayonga qarab deydilar. Buvani yugurib kelayotganini ko'rsam deydilar, endi hayron qoldim. Orqasidan mana chopib kelyapman deydilar. Uyimizgacha keldik-da deydilar, shu bir katta ariq bor edi uyimizda oldida, ariq o'tardi deydilar. Shu ariqdan deydilar, boyagi chol agar men bilmayman qanday o'tdi, bir sakrab o'tib ketdi-da, u narigi uyga kirdi, men bu uyga kirdim deydilar.
o'tmish san'atkorlari mana shunday ajoyib insonlar tarixga ega bo'lgan. Tojiddin akam bilan ham bir necha men endi Qashqadaryo televideniyasida Dilxush davralar degan ko'rsatuvlarni yozganman. Endi 40 yilga yaqin o'sha yerda ishladim. O'tgan san'atkorlarni mana shunaqangi xursandchilik bilan eslaylik. Va bugungi san'atkorlarni, men viloyatimizda san'atkorlarni, qo'shiqchilarni boshida turgan. Nafaqat Qashqadaryoda, balki butun respublikada, mana biz hozir respublikada yuribmiz. Hurmat izzatimizni qozonib, butun respublika ham agar borsa tikka turib kutib oladigan ajoyib san'atkor meni ukam Umurzoq bugun ishtirok etyapti. Mana shunga o'xshagan san'atkorlarning qadriga yetaylik. Mana shu san'atkorlar, ukajonlarim, do'stlarim, akajonlarim, bormisizlar? Omonmisizlar? Bor bo'linglar, omon bo'linglar. Men yana bir bor mana shu viloyat rahbarlariga, tuman rahbarlariga va mana shuni tashkil qilgan har bir insonga minglab, millionlab rahmatlarni aytaman. Bu qilgan yaxshi ishlaringiz, farzandlarini qilgan yaxshi ishlari va sizlarning yaxshi qilgan ishlaringiz o'zlaringizga farzandlaringizdan qaytsin. Umrlaringiz uzoq, rizq nasibalaringiz mo'l bo'lsin. Barcha yaxshi niyatlaringizni Alloh ijobatini bersin sizlarga. Sog' bo'linglar. Rahmat Jabbor aka, siz ham sog' salomat bo'ling. Endi navbat Do'stlik ordeni va Shuhrat medali sohibi, respublika miqyosida taniqli san'atkor Umurzoq Qubatovga beriladi. Marhamat. Assalomu alaykum aziz ustozlar, bugungi mehmonlar, hurmatli otalar, hoji otalar, hoji onalar. Bugun juda ham bir ajoyib kun, bir xotira, qadrlash. Mana yurtimizda mana shunday ajoyib insonlarni mana bugun xotirlab turibmiz, ustozlarni. Men ham shu Shuhrajon kecha aytib qoldim, aytdim albatta boraman. Ustozlarni xotirlaymiz deb bugun mana shunday bugun yana bir hayot ustozlarimizni ko'rib yana bir qarshi o'sdim to'g'risi. Endi ko'plarni juda yaxshi taniyman. Mana bugun nomlari chiqqan ustozlarimizni juda ham mana shu xalqimiz uchun, yurt uchun fidoyi bo'lgan, haqiqiy xizmatni qilgan insonlar. Shu jumladan mana Xosiyat akam ustozni ham men 93-yilda shu Qarshiga kelgan bo'lsam, shu 93-yildan beri bilaman ustozni. Undan keyin mana Shuhratjonni ko'p to'ylarda ustoz bilan birga tushardik. Xizmatlarda xalqimizni. Keyin bir kuni aytdilarki, Umurzoq bir o'g'ilcham qiziqadi. Shuni olib keldim, bugun bir eshitib ko'ring dedilar. Shu Jizza qishloqida to'yda edik. Keyin eshitib ko'rsam, juda yaxshi. Men aytdim, Og'abekku bu dedim. Og'abek deb Shuhratjonni shunda birinchi taniganman. Men aytdim, palon kuni dedim, Qarshida dedim. Men Jabbor akam ham ustozim bor edilar o'sha to'yda. Og'abek keladi ustozing. Borasam men dejurman shu yerda birga tanishtiraman seni deb Og'abek bilan o'sha kun ustozi bilan tanishtirib, shundan beri mana ikkalasi juda yaqin ustoz. Iloyim ustozlarning yo'lini bersin, otangning yo'lini bersin. Yangamizga ta'zim qilamiz. Mana shunday aqlli bolalarni tarbiyalab, mana shunday xalqimizga xizmat qilib yuribsizlar. Sog' salomat bo'linglar. Men ijozat bersanglar, ustozga bag'ishlab bir dona qo'shiq aytib bermoqchiman. Tordishaqdan bersanglar ham bo'ladi. Qancha yonib izlamaylik, qancha yonib o'ylamaylik, qancha yig'lab izlamaylik, qancha yonib o'ylamaylik,
Endi qancha buzlamaylik, endi ustoz topilmaydi. Endi qancha buzlamaylik, endi ustoz topilmaydi. Bunday hofiz topilmaydi. Onun sayraktarı kaldı, vefadar yar kaldı. Onun bülbül tarı kaldı, vefadar yar kaldı. Yığla ferzentleri kaldı, endi ustaz tapılmaydı. Yığlap şagirdleri kaldı, endi ustoz tapılmaydı. Bunday hafız tapılmaydı. Yatkan yeri cennet bulgay, Allah bergen nur yatulgay. Bu kelgenler kim bulmagay, endi usta tapılmaydı. Yatkan yeri cennet bulgay, Allah bergen nur yatulgay. Bu kelgenler kim bulmagay, endi ustoz tapılmaydı. Yad etkenler kim bulmagay, endi ustoz tapılmaydı. Bunday hafız tapılmaydı. Hasiyat han tapılmaydı. Rahmat. Mastana yürgençe gayrı yurtlarda, mastana yürgençe gayrı yurtlarda, önüp ösken öz yurtundan ayrılma. Bir mellül kekilikden nefsin yolundan, dama düşüp kanatından ayrılma. Dama düşüp kanatından ayrılma, ayrılma. Tevekkül et halka halın sırrın var. Sabreyle gel bir sabırlık hem bekar. Her kayda işlesen nasiben var. Bay bulay dep izzetinden ayrılma. Bay bulay dep izzetinden ayrılma, ayrılma.
Gedalarının köngülü şalını ister. Vaya dağday, dağlarının köngülü düşmanı dost yer. Bir kadırlar, yalgan sözünü rast yer. Kadırın bilgen ülfetinden ayrılma. Kadırın bilgen ülfetinden ayrılma, he ayrılma. Namertlara muhannesler naçarlar. Tamını işin bulsa kaçarlar. Sırrını paş etip aybın açarlar. Sırrını paş etip aybın açarlar. Telim bergen ustazından ayrılma. Telim bergen ustazından ayrılma, ayrılma. Kimse kallaç olsa kimse boy bular. Vay dağday. Her kişinin baktık mı bilir. Her ne gelse başına tilinden gelir. Maktım kulu hak yadından ayrılma. Maktım kulu hak yadından ayrılma, ayrılma. Ayrılma, ayrılma. Farzand sengendek aytar sözüm bor. Farzand sengendek aytar sözüm bor. Tingleme osiga bir gün etibor. Otang agar senga bersa ham azor. Otangni dilini ağrıtma zinhar. Otang agar senga bersa ham azor. Otangni dilini ağrıtma zinhar. Bilsang seni yo'qdan bor qilgan otang. Baxtu iqbollarga yor qilgan otang. O'zini sen uchun xor qilgan otang. Otangni dilini og'ritma zinhor. O'zini sen uchun xor qilgan otang. Otangni dilini og'ritma zinhor. Ming bir xil cefalar çekkan sen uchun. Boqilib ko'chatlar ekkan sen uchun. Peshonasi yerga tekkan sen uchun. Otangni dilini og'ritma zinhor. Peshonasi yerga tekkan sen uchun. Otangni dilini og'ritma zinhor.
Otang amrin bilgin amri Xudo deb qabul et har so'zin ayni duo deb odobu axloqu sharmu hayo deb otangni dilini og'ritma zinhor odobu axloqu sharmu hayo deb otangni dilini og'ritma zinhor Günahı azimga bağmayın desen Açılmay g'unchadik sulmayın desen Ecel yetmay turib bulmayın desen Otangni dilini og'ritma zinhor Ecel yetmay turib olmayan desen Otangni dilini og'ritma zinhor Otangni dilini og'ritma zinhor Hammamiz bilamizki, ustozimizning hamma farzandlari san'at sohasida. Xurshid hozirgi kunda 13-sonli madaniyat markazi rahbari vazifasida ishlayapti. Furqat viloyatda yagona maqom ansamblida sozanda. Shuhrat filarmoniyada ishlayapti. Endi shular bilan bir qatorga nabiralari ham xoslagani o'sha san'atga oshiqda bo'lib kelishyapti. Hozir navbatni Parina va Alizod Xosiyatovlarga beramizda Qo'ng'irog'i jarangdor nomli qo'shiqni tinglaymiz. Qo'ng'irog'i jarangdor kervon endi bizniki o'ynab kuling do'stlarim davron endi bizniki Qo'ng'irog'i jarangdor kervon endi bizniki o'ynab kuling do'stlarim davron endi bizniki nur taratdi dunyoga istiqlolni mash'ali qur bo'ldi kim oldi zamon endi bizniki haqiqatingiz doimo buyuk Timur avlodi o'zbek elidan chiqqan sulton endi bizniki Qo'ng'irog'i
ham bo'ladi. Chunki kishi mana ansambl yangi tashkil bo'lgan paytlari o'sha maktabdan birga qatnashganmiz. Kasbi tuman kasaba uyushmalari raisi Botir Islomovga so'z beramiz, chunki Bozdagi rahmatli keyingi paytlariga ham Botir kelib birga qo'shidagi Prejida u yerda ishlagani bilan ukovlari juda yaqin bo'lganlar. Chiroyli davra bo'lyapti kasbida. O'zi mamlakatimizda odamlarning qadrini joyiga qo'yish, hurmatini, mavqeini, o'rnini hamma xalq o'rtasida targ'ibot qilishadi. Juda prezidentimizni bugungi siyosatlar shuni bo'lsa. Yaqinda kuni kecha O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan yoshlar murabbiysi ustozimiz Islom Rajabovda muzeylar ochildi Pandaron qishlog'ida 26-maktab. Tadbir bugun bu yerda bo'lyapti. Rayon madaniyat bo'limining xodimlariga katta rahmat. Mana shu san'atkorlarimizni, ijodkorlarimizni farzandlariga, oila a'zolariga, qarindoshlariga hammalaringizga rahmat. Mana shu tadbirda tashkil qilganlaringiz uchun. Endi kasbliklar o'z farzandlari bilan faxrlanadi. Kasbida xalq artistlari, xalq yozuvchilari, xizmat ko'rsatgan san'atkorlar va hokazo ular mana izdoshlari hozir chiqib gapirishyapti, ko'ryapsizlar, qo'shiq aytishyapti. San'atga oshiqda odamlar juda ko'p. O'zi haqiqatan ham san'atsiz hayot vahshiylikdir deganda 1000 marta to'g'ri shu gap. Odamlarni bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazish, ruhan ozuqa berish. Bu faqat san'atkorlarga, san'atni sevgan odamlarga nasib qilgan. Mana hozir aytsam, masalan, O'zbekiston xalq shoiri Normurod Narzullayev yoki O'zbekiston xalq artisti Rustam Mardin va hokazo Ikrom Otamurodov. Agar sanog'iga yetib bo'lmaydi, kasbida shunaqa farzandlar tarbiyalangan, lekin ularning izdoshlari ham mana Toshkentda, respublikada, Qarshida, tumanda ularni izidan borib, san'atni ham, jurnalistikani ham, ta'limni ham egallagan, prezident maktablarida o'qiydigan kichkina yosh nabiralarimizgacha san'atga aloqador odamlarimiz juda ham ko'p. Lekin men madaniyat bo'limiga kiysam har safar mana shu panoni ko'rsam ko'zimga yosh kelib ketadi. Shularning hammasi bilan men safdosh bo'lganman. Birinchi kasbi tuman 70-yilda tuzilgan bo'lsa, 76-yillarda birinchi tuman madaniyat bo'limi, tuman madaniyat uyi, tuman muzika maktablari tashkil bo'lishida mana shu rasmda birinchi o'rinda turibdilar amakimiz Saidnabi Saidov bilan Xosiyatxul Dillayevning xizmatlari juda beqiyos. Bu paytlarda san'atkorlarni yig'ib boshini qovushtirib juda og'ir bo'lgan. Hatto xotin-qizlarni raqs to'garagiga taklif qilish juda qiyin bo'lgan. Qishloq sharoitida. O'sha paytlarda borib Samarqanddan Mahbuba opa, Mashhur opalar olib kelishgan. Bu haqiqiy bor gapni aytganman. Ko'zim bilan ko'rgan, quloqim bilan eshitgan narsalar. Endi qarang, Xosiyatxul aka, Said aka, Po'lat Murodov, mana Jabbor aka Toshib, Bibisor opa Mo'minova, hammalar mana shu yerdagilar bilan birga muzika maktabida men 8-sinfda o'qiganman. Xosiyatxul aka direktor bo'lganlar. Biz ham Qashqar rubobiy chalish gruppasida o'qiganmiz. Endi men bitta narsaga tan berganmanki, o'sha paytdan hozir ham shu paytgacha Xosiyatxul akaning hayot paytida rubob chertish san'ati hech qanday xatosiz. U kishi oddiy muzika maktabining direktori bo'lmagan, o'z kasbini ustasi bo'lgan. Rubob va tor chertganda hech qachon xato qilmagan. Biz ham Qashqar rubobini chertganimizda, keyin tor chertishlarni o'rganib ketganmiz. Bitta xatomizga juda qattiq dashnom bergan Xosiyatxul. Endi elimizda to'ylari, tug'ilgan kunlari, yubileylar, eng yaxshi kunlari, davlat bayramlari, mustaqillik, Navro'z bayramlari, yangi yil kechalarida Xosiyat akasi tasavvur qilib bo'lmasdi, kasb qilmadi. Men o'zim ham shu madaniyat uyiga kelsam, Xosiyatxul aka bilan birgalashib, Ortiq otajon qo'shiqlarini jo'r bo'lib aytganman, mana Shuhratjon guvoh bo'lgan. Xurshid balki u paytda yosh bo'lgan bo'lishi mumkin-da. Lekin hayot shunday-da do'stlar, umr qisqa. Lekin mana shu qisqa umrida
ana shu san'atkorlarimiz madaniyat bo'limidan oyoqqa turg'azgan. Gulshan ashura va raqs ansamblini tuzgan. Marhabo talantlar ko'rik tanlovlarida faxrli o'rinlarni egallagan. Har qanday qiyin sharoitlarda san'atkorlarning boshini qovushtirgan odamlarni elimiz hech qachon unutmaydi. Ular hammalarining oxiratlari obod bo'lsin. Yotgan joylari jannat bo'lsin. Ularning oila a'zolari, farzandlari umri uzoq bo'lsin, rizqi butun bo'lsin, martabasi ulug' bo'lsin. Hammamizni farzandlarimizni kelajagi porloq bo'lsin. Yana mana davrada Jabbor akani ko'rib, Umurzoq akani ko'rib, yana boshqa taniqli xonandalar, sozandalar, san'atkorlarni ko'rib, yana hayajonlanib ketasan. Qani o'sha paytda yana bir marta qaytib kelsalar, qo'lingga rubobni olib, Xosiyat Qudullayev bilan ko'nglim sani o'zimga teng sezib qolgan degan qo'shiqni aytkim keldi. Haqiqatdan shu bo'lgan Jabbor. Berayo madaniyat bo'limiga kelsam, shartta torda olardilar, Botir Buyaqqa deb ikkalamiz qo'shiq aytdik. Shunga qiziqqanman-da o'sha paytda. Keyin biz boshqa yo'nalishga o'qib ketganmiz, temir yo'l institutini bitirganman. Lekin har qanday tadbirlarda mana Turdi-Murod ham bu boshqa mana shu rayon madaniyat bo'limidagi xodimlar ko'radi, kelib mana shu yerda 1-2 minut o'tirib, qo'shiq aytib, she'r aytib, mana shular bilan kayfiyatini ko'tarib ketaman. Kasbi tumanida yashayotganimiz bilan hammamiz faxrlanamiz. Kasbini faxrli farzandlari bilan ham faxrlanamiz. Kasbi shunaqa ulug' joy. Bir paytlar shahri Misr degan katta shahar bo'lgan. Buyuk Ipak yo'lida joylashgan. Ulug' avliyolarning ruhlari bu yerda barqaror bo'lgan. Bu yerda hunarmandchilik, chorvachilik, umuman dehqonchilik rivojlangan juda ham bir taniqli maskan bo'lgan. Mana shu maskanda o'qib, ulg'ayib, yashab yurganimizga hammamiz faxrlanamiz. Qashqadaryolik bo'lganimiz bilan ham faxrlanishimiz kerak. Qashqadaryo Sohibqiron Amir Temirga beshik bo'lgan yurt. Mana shunday yurtning farzandlari, ularning mana shu san'atkorlari, ijodkorlari, o'tganlarning yotgan joylari jannat bo'lsin. Hozir hayot bo'lganlar hammasiga Alloh o'zi omadlar bersin. Sho'rajon, sizga ham ishlaringizga omad tilayman. Respublikani quyosida chiqib yurganlaringizdan juda xursandman. Televizorda chiqqaningizda men o'zim telefon ham qilaman, yana Telegramdan yozib yuboraman-da, juda zo'r chiqadi. Bu kishi ham menga javob xatlarini yo'llaydi Telegramda. Endi Umurzoq akani men to'yda ko'rsam ham, birorta tadbirda ko'rsam ham faqat Umurzoq aka, otangni eslagin, duo qilgan u degan qo'shiqni aytib bering deganda, o'zimdan yosh chiqdi. Mana shunaqa san'atkorlar bor. Jabbor akani televizorda ko'raman. Qarang qanaqa rollarda o'ynayapti Jabbor. 3 kunmi 4 kun oldin qaysi ana ekan, Asad televizorda shunday qo'ysam, Jabbor aka obrazga kirib o'ynayotgan ekanlar. Shunday faxrlanib ketdim. Mana shunaqa odamlarimiz borligi bilan faxrlanamiz. Sog' salomat bo'linglar. Mana shu tadbirda tashkil qilgan tuman hokimligi, tuman madaniyat bo'limi, hammalaringizga tashkilotchilar katta rahmat aytaman. Kasbi tumani respublikada o'zining o'rni bor. Hozir ko'rsanglar, katta qurilish maydoniga aylanib ketdi kasb. Mana shu hokimni ham To'xtamurod Mediyevni sinib bilmasdan olayotgan ishlari kasbini rivojlantirish, kasbini xalqini farovonligini ta'minlashga xizmat qilish. Mana shu hokimiyatda atrofida hammamiz jipslashib ishlab, kasbiylar uchun xizmat qilamiz. Bugungi bayramimiz san'atkorlarning bayrami yaxshi o'tsin. Mana shu san'atkorlarimiz hech qachon yodimizdan chiqmaydi. Sog' salomat bo'ling. Bor. Shuni ham bir aytib o'tib keting-da. Boshqa plakatlarda so'rab olmaylar, agar o'zlari bilsa. Yo'q. O'sha narsa oldin yo'q edi. Hozirgi zamon talabida bor. Rag'bat bersangiz, bular jo'shib xizmat qiladi. Bo'ldi, men aytdim-ku, juda katta minnatdorchilik bildirdim. Hamashlar tasayda bu gap bo'lgan kerak emas. O'zgalarni hech kim tutma. Mol mulkingni ol dema, tashlab ketma dunyo o'qur. Mol mulkingni ol dema, tashlab ketma dunyo. Mahkum Qur'on, Xudodan so'ragin iymon. Har kimsa bo'lsa benishon bo'lib o'chmar dunyo.
yaşam o'rni o'chmar dunyo bu rahmat. Ey yarovlar musulmonlar ko'p bevafo dunyo bu. Ey yarovlar musulmonlar ko'p yolg'onchi dunyo. Rahmat. Ustozlarni sanab. Hozirgi kunda Shuhrat Qashqadaryo viloyat filarmoniyasida faoliyat yurityapti. Hozir so'zni Qashqadaryo viloyat filarmoniyasi rahbari Ma'ruf Pandayevga beramiz. Marhamat. O'tdi ketdi demanglar, eslaganda tirik ular. Yaxshi, yomon kunlarda madadkordir, sherik ular. Gultanlari yerda-yu, pok ruhlari savoda, o'tganlarni eslaganlarni umri bo'lsin ziyoda. Assalomu alaykum, hurmatli aziz ustozlar. Yuqorida ustozlarimizni sha'nlariga, xotiralariga ajoyib so'zlar bo'ldi. Lekin bitta iboraga alohida qo'shilishim kerak. Viloyatimiz, Qashqadaryomiz san'atsevar xalq. Lekin mana shu Qashqadaryo san'atsevar xalqning ichida Kasb tumanini o'rni beqiyos. Xudo boshqacha yorlaqagan, tuprog'iga boshqacha nazar solgan, chunki shoirlar ham yetarlicha respublika miqyosida san'atkorlar, sozandalar, hofizlar, yuqorida bir qator ustozlarimizning nomlari keltirildi. Ustozlarimiz bilan birgalikda mana shu Kasb tumani madaniyati, san'atiga katta hissa qo'shgan rahmatli ustozimiz Hosil Dillayev haqida ham ajoyib fikrlar bo'ldi. Hozir ajoyib davrda o'tiribman. Inson borki shu orzu bilan, niyat bilan yashaydi. Ustozimizni men o'ylaymanki, san'atini ham davomchilari qolaversa, oilaviy an'anani, oilaviy san'atni ham davom ettirayotgan farzandlari, ham shogirdlari ajoyib davrada o'tiribmiz. O'tganlarning oxiratlari obod bo'lsin. Kasb tumani madaniyati, san'ati, viloyatimizning madaniyati, san'atiga siz kabi mana bu ulug' ustozlarimiz davrada o'tirishibdi. Hissa qo'shib kelyapsizlar. Faqat rivoj, omad tilayman. O'tganlarning ruhi shod bo'lsin deyman. Hozirgi kunda mana shu davrada bo'lib turgan qolaversa, viloyatimizning madaniyati, san'ati yo'lida xizmat qilayotgan barcha ustozlarimizga faqat sog'lik, omonlik tilayman. Bugungi bayram, bugungi diydor uchrashuvi hammaga yana bir bora muborak bo'lsin. Xush kelibsizlar. Madaniyat bo'limida faoliyat yuritgan. Hozirgi kunda 25-sonli musiqa maktabida faoliyat yurityaptilar. Xosteka bilan hammamiz birga o'sha 75-yillardan buyon Karim aka Quvvatovlar bilan birga o'sha ansamblga qatnashib, ham o'sha madaniyat uyiga badiiy rahbar bo'lib ishladilar ko'p yillar. Birga ijod qilishgan ikkovlari o'sha Karim aka o'qib yurgan paytlaridan Xosteka o'sha birinchi 79-yil televideniye ekraniga chiqqanimizda Gulshan ansambli Karim aka menimcha akordeon chalgan edilar. O'sha payt o'sha institutga o'qiydilar u kishi ham. Hozir men Karim akaga navbatni beraman. Marhamat Karim aka. Assalomu alaykum ahli davra, aziz hamkasblar, ustozlar, shogirdlar, mehmonlar. Iltimos eshitaylik. Mana bugun mana shu prezidentimizni tashabbuslari bilan ilgari o'sha g'alaba kuni deyiladi. O'sha g'alabaga daxldorimiz albatta xotira va qadrlash kuniga alohida urg'u berildi. Ana shu munosabat bilan bugun mana shu yerda bir chiroyli tadbir bo'lib turibdi. Ana shu tadbirga taklif qilinganimizdan xursandman. Mana bugun juda ko'p aka-ukalarni, ustozlarni, shogirdlarni, hamkasblarni ko'rib turibmiz. Ayniqsa mana o'sha davrda ishlab, faoliyat ko'rsatib, olamdan o'tgan marhum ustozlarimizni xotirlab turibmiz. Oxiratlari obod bo'lsin barchalarini. Ana bizda qolgan farzandlariga, yaqinlariga Alloh sabr qanoat bersin deymiz. Endi mana Jobbor Toshib o'tganlarni kulib, xursandchilik bilan eslaylik.
dedilar. Men ham shunga ozgina qo'shimcha qilib ketaman. Mayli, kulib eslaymiz. Xosiyatqul aka haqiqatdan bir bag'ri keng, bir ajoyib hazilkashliklari ham bor edi. Biz endi o'sha davrda men 79-yil bitirgan bo'lsam, institutni, u kishi 74-yil. U kishi institutni bitirib qaytganlardan keyin men kelganman bu yerga. O'sha bitta institutda o'qiganmiz. Nizomiy nomidagi pedagogik institutda. Men rahmatli Fazlidan Mirzo Baratov bordilar. Oxiratlari obod bo'lsin, kushayib o'tdilar. Nuriddinova mana o'sha bizning hamkasbimiz. U kishi hayotlar omon bo'lsinlar, umrlari uzoq bo'lsin. Yani ko'plarni aytishim mumkin. Hazratqul aka, Hazratqul aka. Ha, rahmat, Hazratqul aka. Amr qulublar, boshqa juda ko'plarni. Demak, Xosiyat akani bir men endi to'yga aka bilan chalaman, kishiga 41 Jiguli bor. Rangli o'sha Vishnevidan ochroq qizil. Juda chiroyli mashina, hamma taniydi mashinani. Kelaversa Xosiyatqul kelyapti. Yo Xosiyatqul o'tyapti degan nima biladi-da. Bir to'yga bordik, to'y tugadi, to'y yaxshi bo'ldi. To'ydan keyin chiqsak, mashinani aptiga qarab bo'lmaydi. Kaputlarning ustiga osh yegan, yog'lar to'kilgan, aroq ichgan, nima shu bo'lyapti. Unisi ham mayli. Men ham har bir bilan asablarini bosib, nima qilib tursak, eshik tomonga mix bilan nimalarni chizib ham tashlabdi-da. Bolalar sho'xlik qilibdi. Endi kimdir ahmoqchilik qilganda. Xosiyat aka shunday asab, men aytdim, aka dedim, nima bo'ldi? Endi nimani yozibdi, nima qilibdi desam, onasini devlar, ha desam, suratini chizmoqchi bo'libdi. Kulib yasaymiz. Bir kuni bemahal 1-2 to'ydan keyin ham mehmonxonaga ashularning to'yishida quloqida qorni yo'q deydi. Mehmonxonaga kirib ashular ba'zan palam ashtani eshitaylik, iston ashulani eshitaylik. Eshitaylik. Endi san'atkorni charchash degan narsa ham bor-ku. Kuch-quvvatini nimasi bor-ku, chegarasi bor ham, dam olish kerak, erta ish yana. Shunday nimalarda bir kun meni navbatga tashlab qo'yaman deb bordilar. Payt mashinam yo'q edi. Keyin qushimni tushirdilar. Do'liyani xizmat haqini berdilar. Eshik havo sovuqroq edi. Eshikni yopib, men yopdim eshikni. Xayr desam, u kishi xayr demadilar, signal bosyaptilar-da. Men signal bosib xayrlashyaptilar. Desam, mana qo'l bu tomonga eshikni nimasini qo'yib turgan ekanman. O'sha paytda men eshikni yopgan ekanman. Barmoqlari eshikka qisilib qolgan o'sha. U kishi xayr deyapti deb men qo'limni naqlasam, u kishi signal bosyapti. Qo'l qisilib qolgan ekan. Shunday voqealar bo'lgan. O'tganlarning oxiratini bersin. Bitta she'rim shunga lozim deb topdim. Bu Bahodir Iso degan shoirning she'ri. Uni izladim men, buni izladim. Odamlar ichidan odam izladim. Shaytonlarga uchrab kuydim, muzladim. Odamlar ichidan odam izladim. Bir dardkash qidirdim, bir do'st axtardim. Loqaydlar beparvo tingladi dardim. Uchratib qolarman deya bir mardin odamlar ichidan odam izladim. Qashqirlar quturdi, ko'ppaklar hurdi, chayonlar chaqaydib izimdan yurdi. O'rgimchak inini ko'zimga qurdi, odamlar ichidan odam izladim. Menga odam kerak, haqiqiy odam. Topsam yuragimdan qo'lar motam. Oyoqlang qo'yib cho'g'larga qadam. Odamlar ichidan odam izladim. Ma'yus she'rlarimni tinglaydi kimdir? Tinglab yurak bag'rin tig'laydi kimdir? Bahodir Isoni anglaydi kimdir? Odamlar ichidan odam izladim. Bu shoir izlagan odamlarni biri nazarimda Xosiyatqul akaday insonni izlagan bo'lsa kerak. E'tiborlari uchun rahmat.
sog' salomat bo'ling. Hozir so'z navbatini mana madaniyat bo'limida rahbar bo'lib ishlagan tanimli shoira Munora opa Mansuraga beraman ikkovimiz. Marhamat. Assalomu alaykum aziz do'st birodarlar. Bugungi mana shu xotira ayyomini tashkil etgan mana shu kollektivga ming bor tashakkur bildiraman. Seni ko'kragimga shunday berkitdim. Qora sochlarimning to'lqini bilan va uzilmas bo'lib o'ralib ketdim. Qaytib o'nglolmadim o'zimni erkan. Onam sochlaridek oppoq bir niyat alanga oladi, charsillab yonar. Mening yuragimni yutgan she'riyat lovurlab yongancha ortimdan qolar. Bugun darhaqiqat Xosiyat akani eslar ekanmiz. Xosiyat aka shunday bir ajoyib inson edi. O'zini zukko fikr bilan, o'zini qobiliyati bilan, o'zini mana shu el orasida hurmati bilan hurmat qozongan inson edi. Doim bitta metodlar bor edi. Hech qachon yolg'on aytmasdi. Vaqt bilan hisoblashib turardi. Biror bahona topishni hech qachon o'ylamaganlar. Qachon agar bir joyga borishlari kerak bo'lsa, shunday kirib, "Opa, men shunday joyga bormoqchiman" deb ochiqcha aldab ketish hech qachon o'ylamagan inson. Ana shunday inson edilar. Men mana shu ana shunday insonlar bilan ishlaganimdan faxrlanaman. Doimo qabrlari nurga to'lsin. Alloh hamisha rahmatiga olgan bo'lsin. Men yangi bir qoralamani o'qib beraman. Xosiyat aka xotirasiga bag'ishlangan. Ko'ngili Ka'baga yiliq imorat bo'lsa, minglab ko'ngillarni obod etgansiz. Ko'ngilni shod aylash ziyorat bo'lsa, barchasini bajarib, so'ngra ketgansiz. Savoblar yog'ilar ostonangizga, san'atda mash'aldek yo'lni tutgansiz. Haqning yozig'i bor peshonangizda, siz san'at bobida ko'kka yetgansiz. Niyatlar pok edi, osmonday buyuk, qo'shiqqa aylandi oyatlaringiz. O'zingizday qobil dilbandlar bilan elga mashhur bo'ldi farzandlaringiz. Bekam yashadingiz, kamlik dunyoda, xalqim deb zahmatlar chekkan edingiz. Siz kuylagan damlar, el olqishlari, parvozi ko'klarga yetgan edingiz. Jarangdor soz berdi yaratgan o'zi, ko'ngillar to'rida tiriksiz hamon. Safdoshlar doimo mingdan ming rozi. Alloh yod aylasin har kun, har zamon. Rahmat. Avvalambor assalomu alaykum aziz ustozlar, mehmonlar, tadbir qatnashchilari. Bugun mana bir qancha ustozlarimiz yod aylab, ustozim, padar buzrukvorim, dadamni yod aylab mana shu xotira kechasi uyushtirilyapti. Xush kelibsizlar deymiz. Bugungi mana shu kechani birinchi navbatda tashkil qilgan inson bor, Turdimurod aka. Bizdan ham birinchi tashabbus ko'rsatib aytgan inson. Sog' bo'ling, katta rahmat. Tuman hokimiyati rahbariyatiga, shu yerga tashrif buyurgan ustozlarga, xizmat qilayotgan insonlarga, kasbdoshlarga, ustozlarga rahmat deyman. Vaqtlarini ayamasdan kelgan mana viloyatimizda madaniyat rahbariyatidan Qahramon akam, ustozim mana Umrzoq aka Quvvatovga, rahbariyatimizga mana G'arbicjonga, Jahongir akamga, hammamizga, hammalaringizga kattagan rahmat deymiz. Xush kelibsizlar. Ustozlarni oxiratlari obod bo'lsin. Borlari, umrlari uzoq bo'lsin. Endi shu dadamni ko'rgandek bo'layapman, chunki she'rga o'sganmiz. Shuning uchun xush kelibsizlar. Tashvishsiz yashardim, tog'im bor edi. Yukimni ortguvchi norim bor edi.
Sezmasdim ham yo'g'im borim bor edi. Rozi ketdingizmi otajon mendan? Odam bor olamdan o'tar birma-bir. Dunyoda ne qolar asli odamdan? Yig'lagim keladi ingrab alamdan. Rozi ketdingizmi otajon mendan? Tovushsiz yig'layman, ko'zda yosh netay. Yelkada garangdir yetim bosh netay. Taqdirning azobi qarsang tosh netay. Rozi ketdingizmi otajon mendan? Dünya armonli dünya, otam bilan shin eding go'yo. Bir kam dünya armonli dünya, otam bilan shin eding go'yo. Oqlarimdan to'lib yersam, sog'ish o'rta bora jonimni. Yodi o'rta jismi jonimni, sog'inaman otajonimni. Yodi o'rta jismi jonimni, sog'inaman otajonimni. Derdim yolg'iz mardimni, kim artadi ko'zda gardimni. Qo'ldan berdim yolg'iz mardimni, kim artadi ko'zda gardimni. Kimga yig'lab aytay dardimni, qumsab sirdosh qadrdonimni. Yodi o'rta jismi jonimni, sog'inaman otajonimni. Yodi o'rta jismi jonimni, sog'inaman otajonimni. Bugün onun kalbi sat bora, izlemakta sabırdan çare. Bugün onun kalbi sat bora, izlemakta sabırdan çare. Dilge tapılsa bir yübeş zara, zulmet bastı dört tamanımdan. Sağınaman otajonimni. Sanatdagi izdoshim berdi, qo'llarimga sozini berdi. Sanatdagi izdoshim berdi, qo'llarimga sozini berdi. Olov kechib bizga rizq berdi, hayzi edi xonadonimning. Yodi o'rta jismi jonimni, sog'inaman otajonimni. Yodi o'rta jismi jonimni, sog'inaman otajonimni. Bir kam dünya armonli dünya, otam bilan chin eding go'yo.
Rahmat, xush kelibsizlar. Endi mana shu mani ustozim ham dadam birinchi ustozim hisoblanadi. Rahmat. Rahmat, salomat bo'ling. Meni ham ustozim bo'ladilar. Rahmat, salomat bo'ling. Rahmat, xush kelibsiz. Shuning uchun ham farzandlarim, ham shogirdlarim. O'zi bir juft qo'shiq aytaman deb kelgandim. Oxirgi qo'shiqni agar ruxsat bersanglar, meni o'zim aytmayman-da, shogirdim shu Rustamjon, shu Haydar aka, Napasovni qalamlariga mansub odam qadriga yetmasa, odam sanalmas degan qo'shiqni tayyorladim. Rustam ham aytadi qo'shiqni. Shu qo'shiqni aytib bersin, keyin baqiramiz. Rahmat. Qadriga yetmaslar, odam sanalmas. Dil kosasiga dars ketsa, hargiz yemalmas. Inson uchun iymon kerak, boylik amal emas. Qafas ichra sayratmoq uchun qarg'a qamalmas. Odam qadriga yetmaslar, odam sanalmas. Her neniki qila olgim deb aslo kirilma. Oyu havas jilvasiga uchma berilma. Qadring ketib bir kun qo'rdan chetga surilma. Tarashlanmay turib toshdan devor qurilmas. Odam qadriga yetmaslar, odam sanalmas. Tong chog'ida botib kunni shoshira olmaysan. Qurbing yetmas daryolarni toshira olmaysan. Gunohingni Xudo bilar, yashira olmaysan. Tundan ziyo, kundan siyo aslo taralmas. İnson qadriga yetmaslar, inson sanalmas. Yuragida dardi borlar qo'shiq aytadi. Nogoh ozor chekkan dillar qo'shib aytadi. Haqiqatni haydar nafas jo'shib aytadi. Xudo bergan rizqni bizdan hech kim ola olmas. Odam qadriga yetmaslar, odam sanalmas. Odam qadriga yetmaslar,
odam sanalmas. Aziz ustozlar, hurmatli mehmonlar, barchalaringizga ustozlarimizni hurmat qilib, bizni vatanimizga tashrif buyurganingiz uchun rahmat. O'shalarni hurmat qilib kelganlaringiz uchun jamiki ustozlarimizni hammalaringizga rahmat aytaman. Doim sog' salomat bo'linglar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Shoirdanam, baxshidanam. Dunyo qolar yomondanam, yaxshidanam. Dunyo qolar shoirdanam, baxshidanam. Dunyo qolar sizdan, bizdan, hammam